Assalomu alaykum. Men Sharof Rashidov nomidagi Samdu Urgut filialida 4-kurs talabasiman. Bugun tarbiya fanini o'qitishda oila, mahalla va ta'lim muassasasining o'zaro hamkorligi mavzusida suhbat o'tkazmoqchiman. Bugungi reja 3 rejadan iborat. Birinchisi 1993-yilda ishlab chiqilgan konsepsiya to'g'risida. Ikkinchisi oila, mahalla va ta'lim muassasasining hamkorligidagi tamoyillari. Uchinchisi ona va bola salomatligini muhofaza qilish to'g'risida. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lini tanlash mamlakatimizda oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligi va unda shaxs tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatuvchi milliy qadriyatlar yil sayin qadr topib, nufuzi oshib bormoqda. Buning asosiy sababi davlatimiz tomonidan ijtimoiy institutlarga har tomonlama e'tibor qaratilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan mustaqillik bergan imkoniyat tufayli qo'lga kiritilgan milliy qadriyatlarning qayta tiklanayotganligidir. Shu ma'noda olib qaralganda, ijtimoiy institutlarning va uning muammolari bo'yicha ilmiy asoslangan tadqiqotlarning yuzaga kelishi dolzarb ahamiyatga molik bo'lib qolaveradi. Yosh avlodni tarbiyalashdek buyuk ishga Prezidentimizning ta'lim sohasiga alohida e'tiborlarni qaratganliklari har bir fan o'qituvchisidan o'z faoliyatida jiddiy yondashishni talab etmoqda. Davlatimiz rahbarining qator qarorlari asosida yoshlar bilan ishlashning negizida mahalla, maktab va oilaning o'rni haqida fikr yuritilgan. Tarbiya jarayoni ishtirokchilari sa'y-harakatlarini birlashtirish maqsadida 1993-yilda ishlab chiqilgan oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligi konsepsiyasi yoshlarni istiqlol g'oyalariga sadoqatli, ma'naviy, barkamol, vatanparvar qilib tarbiyalashda keng jamoatchilik faoliyatini muvofiqlashtirish borasida dasturamal bo'ladi. Oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi konsepsiyasining asosiy maqsadi yosh avlodni ma'naviy, axloqiy tarbiyalashda o'zbek xalqining boy, milliy, madaniy, tarixiy an'analari, urf-odatlari va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali zamonaviy pedagogik texnologiyaning ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etish, shaxsni tarbiyalash va uni har tomonlama kamol toptirishiga ustuvorligini ta'minlash, ota-onalar, pedagoglar va mahalla faollarini umumiy hamda milliy pedagogik madaniyatini oshirish, respublika fuqarolari orasida milliy mafkuraviy tarbiya ishlarini takomillashtirishdan iboratdir. Oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligida quyidagi tamoyillar asosida yo'lga qo'yiladi. Birinchisi, ta'lim va tarbiya sohasida hamkorlik jarayonini ishtirokchilari harakatlarining ish birligi, tarbiyalanuvchi. Ikkinchisi, tarbiyalanuvchiga hurmat va talabning uyg'unligi. Uchinchisi, hamkorlik jarayoni subyektlarining teng huquqliligi va yuksak mas'uliyati. To'rtinchisi, faoliyat jarayonida millat va davlat manfaatlari ustuvorligi. Beshinchisi, hamkorlikning ilmiy asoslanganligi. Davlatimiz rahbarining 2009-yil 13-apreldagi ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sog'lom avlodni shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida hamda 2009-yil 1-iyulda qabul qilingan 2009-yil 2013-yillarda aholining reproduktiv salomatligini
mustahkamlash, sog'lom bola tug'ilishi, jismoniy va ma'naviy e, barkamol avlodni voyaga yetkazish borasidagi ishlarni yanada kuchaytirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari, dastur to'g'risidagi qarorlar bunday xayrli ishlarning izchilligini ta'minlashga xizmat qiladi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli tibbiy ijtimoiy islohotlar alohida zamonaviy tibbiy xizmatni yaqinlashtirish, reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, ekstrarigential kasalliklarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. O'zbekistonda 1998-yil oila yili deb e'lon qilinishi oilaning tarbiyaviy rolini yanada kuchaytiradi. O'zbekistonda yuz berayotgan o'zgarishlar oila, mahalla, maktab hamkorligi yo'nalishida bola tarbiyasida oila, ota-ona, mahalla, maktabning asosiy vazifalarini mazmunan yangilab, hayotga tatbiq etishni taqozo qiladi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bolani tarbiyalashda maktab, mahalla, oila hamkorligi to'g'ri yo'lga qo'yilsa, ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligiga erishish va oldimizga qo'ygan maqsadni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qush uyasida ko'rganini qiladi deganidek, bola ham o'sha oilasida qanday tarbiya ko'rsa, jamiyatda ham, mahallada ham shuni ko'rsatadi. Ulug' bir donishmandlardan biri: agar sen bir yilni o'ylasang, bug'doy ek, hosilini kuzning o'zidayoq olasan. 10 yil keyinni o'ylasang, bog' yarat. 3-4 yil o'tib meva beradi. Agar sen kelajak tashvishing bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi tarbiya ber, degan ekan. Shu bilan nima demoqchi? Ya'ni kelajaging bolang qo'lida. Sen unga qanday tarbiya bersang, shuni o'zingga qaytaradi deb aytadi.